Ozoda xonim Nursaidova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ozoda opa, gap shundaki, boya sizni tayyor bo'lganingizni aytishgandi. Eshitdim. Xabaringiz bormi? Dardingizga hamdardman. Men gaplaringizni eshitdim. Ming bor uzr so'rayman. Bu yil ona haqida ashula qilmagan edim, chunki har yili ona to'g'risida aytaman. Men dardingizga sherikman, chunki mana 2 yildirki mani onam yo'qlar. Mana shu konsertda har doim mana shu birinchi qatorda o'tirardilar. Mana 2 yildirki meni ham onam, otam yo'qlar. O'shaning uchun darddan ezilib bu yil sal mana shu mavzuni aytmay qo'ya qolay degan edim. O'shaning uchun bu yil ona haqida qo'shiq qilmaganmiz. Shoirimiz Rusloy Xatamova bir she'r bergandilar. Shu she'rni Telegramdan amallab topib qog'ozga chiqarib qo'ygan edim. Sizning mavzuyingizga, sizning dardingizga shu ozgina malham bo'lsa, men ozgina aytib beraman. Orkestr bilan ham buni shug'ullanmaganmiz. Mana shu klavishniklarimiz agar yordam berib tursa, ozgina siz uchun aytib beraman. Agar improvizatsiya qilamiz. Rahmat sizga keng fe'llik uchun. Qalblarga tasalli ko'rsatib qo'yamiz, marhamat. La minor. Onasi o'lganlar qanchamiz, otasi o'lganlar qanchamiz, yig'lab jigar bandini tuproqqa qo'yganlar qanchamiz, yig'lab jigar bandini tuproqqa qo'yganlar qanchamiz, uzun arg'amchi yerda yotar naylay, jonim onam, jonim otam, go'rda yotar naylay, jonim onam, jonim otam, go'rda yotar naylay. Kecha bir odam bugun yo'q, kechagi